Siz bilasizmi, qanday qilib bir suiqasd butun dunyoni urushga soldi? Nega 17 million odam halok bo'ldi? Birinchi jahon urushi nima sababdan boshlandi va dunyoni qanday o'zgartirdi? Agar sizga ham qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha kuzating va bu dahshatli tarixning barcha sirlarini bilib oling. 1914 yilda Yevropa tinchligi birdaniga buzildi. Asosiy sabablar: imperializm, harbiy ittifoqlar, millatchilik. Avstriya taxti vorisi Frans Ferdinand 1914 yil iyun oyida o'ldirildi. Bu voqea butun dunyoni urushga tortdi. Uning o'limi nafaqat Avstriya va Serbiya o'rtasida ziddiyatni kuchaytirdi, balki barcha Yevropa davlatlarini bir-biriga tortdi. Antante ittifoqi: Rossiya, Fransiya, Britaniya, markaziy davlatlar, Germaniya, Avstro-Vengriya, Usmoniylar imperiyasi. Har bir davlat o'z ittifoqini himoya qilish uchun harbiy kuchini safga tortdi. 1914 yil iyul oyida ultimatumlar berildi. Germaniya Fransiyaga urush e'lon qildi. Bir hafta ichida 10 dan ortiq davlat urushga kirishdi. Urush allaqachon faqat ikki davlat o'rtasidagi mojaro bo'lib qolmadi, bu butun Yevropa qit'asi va undan tashqaridagi hududlarni qamrab oldi. Schlieffen rejasi bo'yicha Germaniya Belgiya orqali Fransiyaga bostirib kirdi. Bu reja tez g'alaba uchun ishlab chiqilgan edi, ammo natija kutilganidek bo'lmadi. Birinchi Marn jangi ittifoqchilar Germaniyani to'xtatdi. Urush tez orada Xandaq janglariga aylandi. Front chiziqlari bir necha 100 kilometrga cho'zildi va har bir tomon o'z pozitsiyasini mustahkamlashga majbur bo'ldi. Garbiy frontdagi janglar eng qonli va dahshatli bo'ldi. Askarlar loy va suv to'lgan xandaqlarda yashashga majbur bo'ldi. Ular kunlar davomida ovqat, suv va dushmandan himoya topish uchun kurashdi. Kimyoviy gazlar, snayperlar, bombardimonlar hayotni dahshatga aylantirdi. Somma va Verdun kabi janglar yuz minglab odamlarning hayotini olib ketdi. Okoplar orasida har bir kun kurash, dahshat va sabr edi. Har bir shoshilinch qaror, har bir xatolik minglab odamlarning halok bo'lishiga sabab bo'ldi. Sharqiy frontda Rossiya va Germaniya o'rtasidagi janglar hudud jihatidan katta edi. Rossiyaning ta'minoti yetarli emas edi. Qurollar, oziq-ovqat va kiyim yetishmasligi askarlarning ruhiyatini tushirdi. 1917 yilda Rossiyada inqilob boshlandi. Bu urush taqdirini tubdan o'zgartirdi. Germaniya Sharqiy frontdagi yutuqlardan foydalanib Garbiy frontga ko'proq kuch yubordi. Bu esa ittifoqchilar uchun yangi tahdidlarni yaratdi. Birinchi marta tanklar janglarda ishlatildi. Ushbu yangi qurol askarlar hayotini saqlashda va frontni kesib o'tishda yordam berdi. Aviatsiya razvedka va hujumlarda qo'llandi. Ular dushman pozitsiyalarini aniqlash va bombardimon qilish uchun ishlatilgan. Kimyoviy gazlar, xlor va iprit dahshatli qurol edi. Ushbu urush texnologiyasi keyingi urushlarni tubdan o'zgartirdi. Endi urush nafaqat kuch bilan, balki texnologiya bilan ham o'lchanadigan bo'ldi. 1917 yilda AQSh urushga kirishdi. Nemis suvosti kemalari AQSh kemalarini choptirdi. Bu urush taqdirini tubdan o'zgartirdi. AQSh qo'shinlari Yevropaga yetib, ittifoqchilarga yordam berdi. Ularning ishtiroki frontdagi muvozanatni o'zgartirdi va Germaniya uchun yangi muammolarni yuzaga keltirdi. 1918 yilda Germaniya iqtisodiy va siyosiy jihatdan qulash arafasida edi. Fuqarolar ochlik va norozilik bilan yuzlashdi. Avstro-Vengriya parchalanib, ko'plab mintaqalar mustaqil bo'ldi. 11 noyabr 1918 yilda urush tugadi. Versal shartnomasi imzolandi. Germaniya jazolandi. Bu shartnoma ikki jahon urushining zaminini yaratdi. Ushbu shartnoma nemis xalqida g'azab va norozilikni keltirib chiqardi, bu esa keyingi urushning boshlanishiga sabab bo'ldi. Birinchi jahon urushi 17 million odam hayotini oldi. To'rt imperiya: Rossiya, Germaniya, Avstro-Vengriya, Usmoniylar imperiyasi tugadi. Yevropa xaritasi qayta chizildi. Urush insoniyat tarixida chuqur iz qoldirdi. Tarixdan saboq olmasak, bu kabi falokatlar yana takrorlanishi mumkin. Agar sizga videomiz yoqqan bo'lsa, Tarix 360 kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Videoni baholang va do'stlaringiz bilan ulashing. Shunday qilib, tarixni birga o'rganamiz va kelajakda bunday dahshatlarni oldini olishga harakat qilamiz.